Uyg'ur kishilik huquq qurilishi xalqarалық mehmonxona zanjirlarining Uyg'ur rayonida kengayotganligini ayblab doklad e'lon qildi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 17 aprel qayerda turishingizning ahamiyati bor. Sharq Turkistondagi xalqarалық mehmonxona zanjirlari nomli doklad e'lon qilib, xalqaradagi cho'ng mehmonxona zanjirlarining Uyg'ur rayonida zo'r ko'lamda kengayotganligini oshkorlagan. Dokladda Uyg'ur rayonida irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan bir vaqtda Accor, Hilton, IHG, Marriott va Wyndham qatorli xalqarалық mehmonxona zanjirlarining mavjudligi va texnik ko'p mehmonxona qurish planlari bildirilgan. Aytilishicha, 2025-yili aprelda Uyg'ur rayonida az deganda 115 xalqarалық mehmonxona tijorat qilmoqda. Yana 74 mehmonxona qurilayotgan yoki planlanayotgan ekan. Dokladda eng og'ir masalalarning biri Hilton, IHG va Wyndham qatorli 3 xalqarалық mehmonxona zanjirining Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish bintuani boshquradigan rayonlarga joylashganligi bo'lib, Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqi bu bintuanga kishilik huquqqa og'ir xiloflik qilganligi uchun jazo yurgizgan edi. Dokladda Hilton shirkatining bir vositachi shirkat orqali Xotanda vayron qilingan masjidning o'rnida Hampton mehmonxonasini qurganligi, buning Xitoy hukumati 10 mingdan ortiq masjidni chaqqandan keyin vujudga chiqqanligi aytilgan. Accor shirkati bo'lsa, majburiy emgak o'tkash programmasiga chetishlik bir vositachi Xitoy shirkati bilan Xinjiangga yordam programmalariga qatnashgan Xitoydagi sheriki orqali Uyg'ur majburiy emgakiga bevosita munosabatlik deb qaralgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu mehmonxona zanjirlarining darhol Uyg'ur rayonidagi barliq faoliyatlarini va kengayishini to'xtatib, tijorat aloqalarini uzishni talab qilgan.